Men sutli qizaloq nomli oppoqqina shiringina tortman. Oddiy, nafis va sutli. Men qanday va qaysi masalliqlardan tayyorlanganimni hozir ko'rsataman. Men quyultirilgan sutman. Mendan bir qadoq qoshish kerak. Men pishiriqqa yumshoqlik va maza beraman. Biz tuxumlamiz. Biz ikkitamiz. Biz xamirni bir-biriga yopishtirib, elastiklik beramiz. Men unman. Xamir silliq bo'lishi uchun meni 150 gram oz-ozdan solib aralashtirishingiz kerak. Men razlihlitelman. Meni 7 gram solishingiz kerak. Men korjlarni shishirib bir tekis qilib beraman. Men krem uchun qaymoqman. Tort kremi uchun juda mazali bo'laman. Mendan 400 gram soling. Men ko'pirib chiqishi uchun javobgarman. Men shakar upasiman. Meni 100 gram soling. Men kremni shirin va nafis qilaman. Men maskarponeman. Meni 200 gram soling. Men kremga kuch va quvvat beraman. Men vanilinman. Meni 1 choy qoshiq soling. Men kremga shirin ifor bag'ishlayman. Mana men sutli qizaloq tayyorman. Reseptimiz yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va yuragimni qizartirib qo'ying. Chao!